Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Musayev. O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Holatni ko'rdinglar. Bu Valerani qamalgani haqida ko'pchilik eshitdi ham, kechasi menimcha ko'pchilik eshitgandir. Xo'p, bu borada nima demoqchiman? Baraka topsin, umrligi uzoq bo'lsin. Kim shu isqirtni, najosatni qamoqqa tiqqan bo'lsa, baraka topsin. Mana shunaqa isqirtlar bitta emas bizda ijtimoiy tarmoqda juda ko'p va kundan kunga bunaqalar bemalol rivojlanib boryapti. Og'ziga kelgan gapni gapiryapti. Ijtimoiy tarmoq ana katta xolamni ayvoni degan tushuncha va og'zimga kelgan narsani gapirsam bo'ladi degan tushuncha ko'pchilikda paydo bo'lib qolyapti. Va bu narsani ildiziga ana oti nima edi, bolta uradigan payt kelib bo'lganini ancha yil oldin aytganman va hozir ham aytaman. Bu Abdulloh manba to'g'ri Valeri qolganligi o'rnak bo'ladi deysizlarmi? Da, ma'lum bir qismiga o'rnak bo'lishi mumkin, lekin ma'lum bir qismiga o'rnak bo'lmaydi. Nimaga? Bu yerda haypdan tashqari TikTokda pul masalasi yotibdi. Bular pul uchun ne только millatini, vatanini, dinini, libbo'y narsasini niqob ham qiladi, libbo'y narsasini sotadi ham. Shu uchun bu masalalarda sizlardan mana shu iminni huquq tartibot organlaridan bitta narsa so'rab qolgan bo'lardim. Qaranglar, tozalaylar. Bu Beruniylarning avlodi, Temuriylarning avlodi, Boburiylarning, Mirzo Ulug'beklarning avlodi, Al-Xorazmiyning, Termiziyning avlodi. Biz qanaqa buyuk bir tarixga ega millatmizki, hozirgi kunda bizning millatimiz orasida mana bunaqa isqirtlar bemalol yuribdi. Bemalol xohlagan narsasini gapiryapti, bemalol xohlagan ishini qilyapti. Butun boshli bir millatni tasavvur qilinglar. Bunga jazo o'zi aslida bitta odamni haqorat qilish, misol deylu, obro'sizlantirish yoki ijtimoiy tarmoq orqali qilishlar, bu bitta odamga emas. Bu 37 million aholiga tegishli. Значит, buni jazosi ham 37 millionning jazosi bo'lishi kerak-da, boshqacha variant yo'q. Bunaqalar ko'payib ketdi. Sizlar iminni qarab, mashinaqalarni tozalab, yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlamasanglar kim qiladi? Menga o'xshagan bittasi kuchi yetmayapti. Kuchi yetmayapti ularga. Nimaga? O'tda pul ham bo'lyapti. Yoshlar betayinlik bilan, isqirtgarchilik bilan, oson yo'ldan pul topaman degan miyasiga fikrlar o'rnashib qolish, shu isqirtlikni qilib yurishibdi. Qizlar anetda batirlarda yechim beryapti, $50 pul tushdi-ku deyapti-da, yechinyapti $50 ga. Bu o'zbek millati uchun nima? Bu o'zbek millati uchun sharmandagarchilik. Va men xohlamayman bizni yoshlar mana shunaqa isqirtlarni ketida podpiska bosib, shularni tomosha qilib yurishini men xohlamayman. Bizni yoshlar o'qimishli, bilimli, kelajakda yaxshi mutaxassis, yaxshi bir kasb egalari bo'lishini xohlayman. Qo'yib qo'yildi, indalmayapti. O'tda o'zi faqat yoshlarning o'zida emas, bu ayb. Yosh kattalarimiz o'zida ham ayb bor. Bu narsani, misol mana shu battle o'ynab yurganlarni bilaman, bir xillarning onasi, otasi yonida. Otasi, onasi eplamagan narsasini bolasi anetda isqirtgarchilik qilib eplayotganiga ham, mana pul uyiga kelayotganiga ota-ona ham indamaydi. Ha bu mana shu isqirtlik bilan pul topyapti, meni boqyapti deb kayf qilib o'tirgan bir g'ururiy chestiylar ham ko'p. Or-nomus, g'urur, hamma narsa pul oldida kelganda jim bo'lib qolyapti-da. Realni aytaman, pul ro'parasida jim bo'lib qolyapti. Va xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu ayni haqiqat. Shuning uchun mana shunaqa isqirtlarni bir chekkadan quritib olish kerak. Endi ani oti nima edi? Videoda bitta narsaga ko'zim tushib qoldi-da. Mana shu Eminni Valerani videosi chiqarilganda bitta narsa ko'zim tushib qoldi. Ani Sardor Kanister, Azizlarni ham qo'yib qo'yishibdi, millati uchun o'zicha jon kuydiryapti. Dubayga bordi. Dubayga borganda nima somading aylantirib? Kanister oq-uka bo'lib, og'iz burun o'pishib, yetim o'g'ilcha qilib olib jo'natib yubording. Chunki sanlarni ham o'rnomusing yo'q. Sen ham xuddi shunga o'xshagan bitta bir o'zini millat
millatiga tupurib qo'ygan bir isqirt bo'lasan, kanister. Shu narsani bilgin bo'ldi. Sallani darding, sallani hayoling, fikring shu xalqdan pulni shu batillaring orqali yetish, boshqa hech qanaqa sallani dardi hayoling yo'q. Maksimalni so'qqa qilish. Va ishonlaring birin-ketin hamma shu masha karrisi imini Valerani holiga tushasanlar. Boshqa yo'llaring yo'q sanlar. Borar joying hammangni bitta. Sen isqirtlar bu millatni isqirtgarchilikka boshlayotganlaring uchun bu yerda ham javob berasanlar. Sanlar Xudo Alloh degan gapni og'izlaringdan tushirmaysanlar. Mana shu narsasiga ahamiyat beraman. Lekin qilayotgan ishlaring shayton ham borki, uzr birachki, men sen bilan bu temada birga javob bera olmayman deb qoladigan ishlarni qilasanlar. Bu millatni isqirtlikka boshlamalaring deb sen isqirtlarga necha marta yetsam ham foydasi bo'lmadi. Oxiri mana bitta badarg'a bo'lib O'zbekistonga kelolmay yig'lab yuribsan. Bittayni bir fayz barakang yo'q. Bir erkak degan bir tushuncha, erkak degan bir anon nom hammasi uvol bo'lib ketsanlarga. Azamat O'ktamov, siz ham birovga gapirib charchamaysiz. Azamat O'ktamov, siz ko'tga o'xshab uyingizda yotsangiz, jamiyatda nima bo'layotgani bilan ishingiz bo'lmasa, anetda yoshlarni kelajagi bilan ishingiz bo'lmasa, siz o'zingizni bolalaringizga o'zingiz tupurib qo'ygan odamsiz-ku, Azamatjon. O'ktamov, sizga o'xshagan isqirtli gapirmagandan keyin menga o'xshab men bu yerda 4-5 ta farzandi bor, farzandini kelajagini o'ylaydiganlar gapiradi. Qonun meni qo'limda bo'lganda men ular bilan boshqacha gaplashib bo'lgan bo'lardim. Shuning uchun men qo'limdan keladigan narsasi shu jamiyatimda bo'layotgan illatlarni chiqib gapirib unga qarshi chiqish. Sizga o'xshagan isqirt bo'lib yashagandan ko'ra, kallani qummi ichiga tiqib olib Strausga o'xshab ko'tib teshigini ko'rsatib yashagandan ko'ra, xatabi shu isqirtgarchiligiga chiqib qarshilik chiqayotgani meni sizdan ancha darajam balandligini ko'rsatadi. Shuning uchun siz Strausligingizni qiling, befarq bo'lib yuravering, ertaga bolalaringiz Jasmin Transga o'xshagan bir bo'lib qolsa, keyin tushunib yetasiz. Chunki o'sha Transga ham o'sha 5 million ta obunachisi bor. 5 million ta o'zbekistonlik o'zbeklar o'shanga o'sha xayrixoh degani. Ular bo'ldi, o'sha narsa o'sha ularga qabul qilishdi u narsani. Men u narsani 5 yil, 6 yil oldin aytgandim. Bu o'sha Yevropani katta xalqaro tashkilotlarni qilayotgan ishi. O'zbekistonda befarqlik, keyin shundan ko'nikish degan narsalarni tiqish harakati bo'lyapti. Ehtiyot qilinglar, qarshi oxirigacha qarshi turish kerak bu narsaga deb gapirib kelgan bo'laman. Kimdir bu gapni oldi, kimdir bu gapni olmadi. Boshida 5 yil oldin o'sha Transga podpiska bo'lib, hozirgi kunda podpiska bo'lib o'tirgan odamlar misol 5 yil oldin uni yomon ko'rishardi. Irganishardi. Hozir nima bo'lyapti? Hozir xayrixoh. Hozir poddershkada. Nimaga? Chunki u ko'nikish, xayrixohlik, rozi bo'lish hammasidan o't bo'ldi u etaplardan. Mana mana shunaqa etap bilan butun boshli bir millatning tili yo'q bo'ladi. Butun boshli bir millatning urf-odatlari yo'q bo'ladi. Butun boshli bir millatning or-nomusi, ibo hayosi yo'q bo'ladi. Va bora-bora shu narsa bo'ladi. Bo'ladi. Xolislarmi, xohlamaysizlarmi bo'ladi. Chunki befarqlik bu juda yomon narsa. Kim qanday tushunsa, bu meni shaxsiy fikrim. Men o'zimni fikrimda oxirigacha o'lgunimcha turaman. Men bu pozitsiyamni yo'qotmayman. Men ertaga 5 yil, 6 yil o'tgandan keyin ko'tlikka rozi bo'lib, ko'tlar ham inson deb chiqadigan odam emasman. Shuning uchun boshdan qanaqa bo'lsa, oxirigacha shundoqligimizcha qolamiz. Men millat o'laroq bir buyuk bir millat bo'lishini xohlayman. O'zini o'sha ajdodlariga, ota-bobolariga yarasha bir merosxo'r bo'lishini xohlayman. Bor gapim shu o'rtoqlar. Videoni like bosib, maksimalni tarqatib yuboringlar. Xudo xolasa kerakli joylarga yetib boradi. Sen birov fikri bilan yurasan-ku, Sora Muslimova. Men hech qachon birov fikri bilan yurmaganman, yurmayman ham. Siz o'zingizni ko'tingizga javob bering, menga javob bermang. Chunki bir xil payt kerak bo'lsa ko'tingizga ham javob bera olmay qolasiz. Men har doim o'zimning pozitsiyam, o'zimning fikrimda yashaganman. Men o'zgarmaganman. Tushundingiz? Kimdirga bir nima yoqmayotgan bo'lsa,
bemalol sirpanib qolishinglar mumkin kanalimdan. Bu yerda haqiqiy millatparvar, xalqparvar, yoshlarni bir kelajagini o'ylaydigan, millatini o'ylaydigan insonlarning kanali. Qolgan isqirtlarga bu yerda joy yo'q. Bemalol yo'qolib qolaveringlar. Qor qamaladimi? Qamaladi. Normalniy surgan bo'ladi. Xavotiringiz chiqmanglar. Men javob bera olmayman, janob. Yana bir marta aytaman. Kimdir mendan bir nima so'ramoqchi bo'lsa, kimdir qanaqadir gap so'zlari bo'lsa, yo menda xusumati bo'lsa, Toshkent shahar Sergeli mashina bozori ro'parasida gaz zapravka, metan gaz zapravka bor. Mana shu metan gaz zapravka, mana Sergelining yo'li. Marhamat, mana joyim. Kimligini menga gapirish shart emas. Sen javob bera olasanmi? Mana joyim. Mana Elparvar Jam Avto. Mana mashinalar bo'yicha nomer, men shu yerdaman. Mana nomer. Lipoy mashinaga ham kelaverasizlar. Menda xusumati borlar ham kelaveradi. Tushundinglarmi? Kommentariyda polvonlik qiladiganlarni 10 yildan beri ko'raman. Kommentariyda polvonlik qiladiganlarni 10 yildan beri ko'raman. Birortasi gapiga javob berganini ko'rmaganman. Kommentariyda polvonlik qiladiganlar hayotda eng chimo, eng qo'rqoq, eng so'tak, eng bir tufta odam bo'ladi. Shuning uchun mendan bir nimani so'ramoqchi bo'lsanglar, men adresim aniq, mana joyim. Mana mashinalar o'rtoqlar. Meni yurgan eski mashinalarni olib kelsanglar, yengilab beramiz xohlagan mashinalarga. Muammo yo'q. Xohlasanglar kelasizlar, bitta dona pasport bilan boshlang'ich to'lovga mashinalar qilib beraman. Undan ham muammo yo'q. Xullas shunaqa gap. Joningiz omon bo'lsa bo'ldi. Poddershka uchun rahmat. Kobaltlarning narxlarini aytib bering. Bir $2000, $2500 bilan, $2000, $1500 bilan ham keling mana. $1500 ga ham chiqarib beraman Cobalt. $1500 bilan Nexus 3lar chiqarib beraman. Spark'lar, Gentra'lar mana $2000 dan. Shunaqa gap o'rtoqlar. Nomerlarni ko'rsatdim, mana yana bir marta ko'rsatib qo'yaman. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar, mashinalar bo'yicha to'liq informatsiyalarni sizlarga berishadi. Mana. 3,5 milliondan oyma-oy to'lovi, qaranglar. $1,500 boshlang'ich to'lov. 2020-yil Cobalt. Gaz bazlari ham bor. Damaslar bor, mana o'rtoqlar Damaslar ham bor. Hamma narsa bor. Spark'lar, Cobalt'lar, Gentra'lar, Malibu, Captiva, Tracker 1, 2, Monza. Hammasidan bor. Elparvar Jam Avto bitta joyda O'zbekiston bo'yicha. Toshkent shahar Sergeli mashina bozori shunday yonida. Metan zapravkani ko'rsatdim. Nomerni ko'rsataman, shu nomer boshqa joyda yo'q o'rtoqlar. Kelaverasiz.